o'quvchilar, mana bugun o'quv yilining oxirgi kuni mahorat darslarimizni boshlaymiz navbatdagi. Bugungi mahorat darslarimiz qo'lda gilam to'qishdagi to'qilgan mahsulotlarimizning turlari, ularning kelib chiqishlari haqida bo'ladi. Mana 2 yildan buyon men juda ko'p sinflarga mahorat darslari o'tib kelyapman, aka-opalarimga. Mana bugun sizlarga ham o'tyapman. Nomoddiy madaniy meros deganda nimani tushunasizlar? Nomoddiy madaniy meros deganda bu bizning qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan ota-onalarimizdan, ota-bobolarimizdan, momolarimizdan bizgacha yetib kelgan, og'izdan og'izga, momolardan farzandlariga, farzandlardan nevaralarga o'tib kelayotgan udumlar, an'analar, hunarmandchilik yo'nalishlari, undan tashqari folklor, qo'shiq, raqslar, bularni hech bir yerda yozib qo'ymagan. Demak, bir-biridan eshitib, o'rganib odamlar ijro etib keladi. Sayllarda, ko'rgazmalarda mana shunday folklor qo'shiqlar keng tarqalgan. Undan tashqari allani bilasizlar, demak farzandini uxlatayotganda ona o'zining barcha ichki kechinmalarini o'sha kuyga solib alla aytadiki, bola ana shunga o'rganib darrov uxlab qoladi. Shu alla unga bir ozuqaday bo'lib tuyuladi. Buni ham farzand kamolga yetishida foydasi bor ekan. Undan tashqari askiya guruhi bor, yo'nalishi bor. Hunarmandchilikning o'zining 34 xildan ko'proq turlari bor. Ana shulardan bittasi qo'lda gilam to'qish bilan men shug'ullanaman. Qo'lda gilam to'qishda, demak bu qo'l bola asbob uskunalarda qadimiy momolarimizdan qolgan aqidalarga tayanib, o'sha hunarlarni o'rganib davom ettirib kelyapman. Endi qo'lda gilam to'qishning bir necha xil usullari, turlari bor. Masalan, pat gilam deymiz yoki julpat, julbaroq deymiz. Bular demak ham asosi paxtadan, ham patlari qo'y yungidan tayyorlanadi. Mana bu naqshlarni o'zimizning milliy qadimiy naqshlardan foydalanib, o'zim yaratib olaman, oldin chizib olaman qog'ozga, keyin ranglarini tanlab, ularni bo'yab olaman. Qanday qilsa qanday chiroyli bo'ladi. Bunda qadimiy muslimiy naqshlardan foydalanaman. Qarang, bularning har birida bir ramziy ma'no bor-da. Masalan, mana bu tumor shaklidagi uchburchak deymiz, shakldagi shakllar bu yomon ko'zdan asrashlik uchun tumor shaklida. Yoki mana bular nimaga o'xshaydi? Qani kim aytadi? Nimaga o'xshaydi bular? Hayvon shoxlariga o'xshaydimi? Qo'ylar, mollar shoxlariga. Umuman olganda mana shu gullar, naqshlar hammasi tabiatdan, hayotimizdan olingan. Bu demak bu gilamchamizning nomi julpat poyandozcha ekan. Buni oyoq ostiga to'shab qo'yamiz. Bundan tashqari qoqma gilamlarimiz bor. Qoqma gilamlarimizning o'zi ham bir nechta turlarga bo'linib ketadi. Mana bu ko'rib turganingiz bu bo'g'jama deyiladi. Bu juda ham iplari nafis, ingichka yigirilgan. Shuning uchun bu juda ham yupqa, nozik chiqqan va bu yengil bo'ladi. Agarda biz iplarini qalin yigirib qo'ysak, u holda sal qo'polroq va qalin bo'ladi. Har qanaqasiga igirilganda ham bu qo'l mehnatida tayyorlangan gilamlar pishiq, mustahkam va ko'rkam, chiroyli bo'ladi. Ko'pincha momolarimiz qizil, qora ranglardan foydalanishgan. Chunki tez kir bo'lmasligi uchun, kirchimol degan ma'nosida mana shunday ranglardan foydalanish mumkin. Endi agar ijodkor gilamchi o'zi ijod qilib har xil ranglardan, har xil naqshlardan foydalansa, bu ham uning ijodiga yana ham ijod qo'shilib, yangi nusxalar paydo bo'ladi. Masalan, mana bu bo'g'jamaning shokilalari, mana shokilalari bu sandiq ustida, bu aslida ko'rpa o'ra
qalin qo'pol bo'lib ketmaydi. Bu ko'rpalar o'ralib, mana bu qismi sandiqning ustida turadi. Kimda bor shunaqa? Ana juda ko'pchiligimizda bor ekan. Mana chunki unday deb so'raganimning sababi 60-80-yillarda bizning mana shu Paymand mahallamizda 90% ayollar, momolarimiz, yosh kelinlar, hattoki qizlar ham shu gilamchilik bilan shug'ullanishgan. Faqat gilamchilik emas, kashtachilik, to'r to'qish, har xil mana shunday mahsulotlar, jiyaklar, sochiqlarga gul bosish, ko'rpalarga, so'zanalarga gul bosish kabi ishlar, hunarlar bilan shug'ullanishgan. Lekin vaqt o'tishi bilan bu hunarlarimiz unchalik ehtiyoj sezilmay qoldi. Sababi rivojlanish, texnologiya sababli yangi mebellar kelib chiqyapti. Ilgari unchalik mebel qilishmaganda, kelinlarning uyiga faqat shu ko'rpa to'shak, gilam, mana shunday sarpolar qilishgan. Hozir esa xilma-xil mebellar, hayotimiz uchun qanaqa zarur ashyo bo'lsa, hammasini hozir demak ishlab chiqarish bizda yaxshi. Lekin qo'lda to'qilgan gilamlar hech qachon o'zining qadrini yo'qotmaydi. Bu hamisha qadrli, pishib, mana 60-70 yil bo'lgan mana shu narsalarni to'qilganiga, lekin hamon yaxshi saqlanib kelyapti. Yoki mana bu sholchamizni olaylik. Bu sholchamizni men Xivada bo'lib o'tgan 25-yildagi ko'rgazma festivalda gilamlar jilosi deb nomlangan festivalga atab to'qib bordim va yaxshi yutuqlarga erishdim. Bu sholchamizning bundan farqi shundaki, buning mana bu naqshlari terma qilib, terib to'qilgan. Mana qarang, rom shaklida shakl chiqarilgan. Bunda unaqa yo'q. Mana matematikani yaxshi o'rgangan bo'lsalaring, bular qanday chiziqlarga misol bo'la oladi? Hammasi parallel chiziqlarga, to'g'rimi? Bular esa rom shaklida, demak, hunarmandchiligimiz ham matematika fani bilan nima ekan? Uzviy bog'liq ekan. Matematikani yaxshi o'qib ko'rgan inson, demak, hunarmandchilikda ham uni yaxshi qo'llay oladi. Bundan tashqari sholcha, qoqma sholchalar bo'lishi mumkin yoki g'ajari sholchalar bo'lishi mumkin. Ularni har bir to'quvchi o'zi ijod qilib, turli-tuman nusxalar o'ylab topishi mumkin. Mana oldilaringizda 3 oy 90 kun ta'til boshlanyapti. Mana shu ta'til kunlarini hech ham bekor o'tkazmanglar. Agar qiziqish bo'lsa sizlarda, biznikiga boringlar, gilam to'qiymiz. Ustaxonam bor, gilam qurib qo'yganman. Agar qiziqsalaring, men sizlarga gilam to'qishni o'rgataman. 5 ta 6 ta shogirdim muntazam ravishda borib turibdi va ular yaxshi o'rganib olishdi. Tushunarlimi? Qanaqa savollaring bor gilamchilik haqida? Kimning uyida bor shunaqa gilamlar? Qani qo'l ko'tarsinchi? Ko'rdingizmi? Mana 90% oilalarda to'qilgan. Agarda o'sha hunarlarimiz to'xtab qolmasdan davom etib kelganda, bizning mahallamiz hunarmandlar mahallasi degan maqomni olish nomiga muyassar bo'lgan bo'lardi. Afsuski, bu ishlarimiz, hunarlarimiz kamayib, hozir yangi texnologiyada yangi ishlab chiqarilgan gilamdan to'shayapmiz uyimizga. Lekin har doim qo'l mehnati qadrlanib kelingan. Chunki birinchidan insonning bo'sh vaqtini qoldirmaydi. Bo'sh vaqtda qilingan ish bu. Xalqimizda maqol bor-ku, bekor o'tirguncha bekor ishla deydi. Bu mahsulotlar uyingizga chiroy, ko'rk berib turadi. Hech bo'lmasa ayvoningizga, tashqaridagi kravatingizga, chorpoyalarga to'shab qo'yilsa, yengilgina qoqishga ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hunarni o'rganib qo'ygan inson hech qachon xor bo'lmas ekan. Hunardan rizqing hunar deydi. Birinchidan uylarimizni bezatsa, bu ashyolarimiz. Ikkinchidan sotsangiz pul bo'ladi.
Uchinchidan, hunarmandlarga juda ko'p hozir imtiyozlar berilyapti, juda ko'p xalqaro festivallar, ko'rgazmalarda ular o'zlarining mahsulotlarini namoyish qilyaptilar va sotishga, chet ellarga eksport qilishga muvaffaq bo'lyapti. Suhbatim sizlarga yoqdimi? Xudo xolasa yana davom ettiramiz. Sizlar 4-chi sinfni bitirdilaringmi? 5. Demak 6-chi sinf bo'lasizlar. Yana davom ettiramiz sentyabr oyidan boshlab. Lekin albatta 90 kun ichida biznikiga borib turinglar. Xo'pmi? Rahmat.